Assalomu alaykum Termiz Sheri avtosaloni kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yangilangan, ya'ni 2026-yilgi Tiggo 7 Life mashinamizni ko'rib o'tamiz. Bu mashinamizni oldi qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, oldi qismi o'zini agressiv ko'rinishi bilan allaqachon mijozlarimizni qalbidan joy olib bo'lgan. Farlari optika hisoblanadi. O'zini yangilangan ko'rinishdagi облицовкалari va jabralar bilan bu yerga kunduzgi yoritadigan faralari. Xo'p, mashinamizni oldi qismidan ko'rishingiz mumkin, ko'rsatishingiz mumkin. Keyin yon tomoniga o'tib olamiz. Xo'p, mana shu joyda e'tibor berib ketishingizni so'rayman. Oldi va orqa lavoylari va bokovoy o'rinlarida podograf, ya'ni qizitish funksiyalari joylashgan. Xo'p, mashinamizda baloniga e'tibor beradigan bo'lsak, 18 dyumli quyma diskalar bilan jihozlangan va 4 ta balonda ham diska tormozli sistemasi bor. Xo'p, mashinamizda 65 dyumli yumshoq balonlar bilan jihozlangan. Endi mashinamizda materialga keladigan bo'lsak, atsinkol, ya'ni chirimaydigan, zanglamaydigan qalin temirdan ishlangan. Bu yerda yon tomonga burilish chiroqlari joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda albatta bu yerda beskulchovoy dostуп sistemalari bor. Ya'ni kaltsiz, xo'p, masofadan turib mashina o'zini qulflaydi yoki ochadi. Xo'p, oynalarni, luklarni ham yopish xususiyatiga ega. Xo'p, yon tomonlarni ko'rishingiz mumkin. Mana orqa balonlari. Xo'p, orqa tomonni ko'ramiz endi. Orqa tomonlari o'sha eski ko'rinishda qolgan. Albatta bu yerda orqa ko'rinish zadniy kamerasi va parktroniklari bilan jihozlangan. Xo'p, ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, mashinamizda bak qismiga keladigan bo'lsak, bak qismiga 50 litr benzin ketadi. Bu benzin yoqilg'i turi 92 plus uni yog'iga tepasiga qarab ketaveradi. Xo'p, o'rtacha 100 ga rasxodi 8 litrni tashkil etadi. Chunki mashinamizning rullari gidravlik emas, elektron va korobkalari avtomat bo'lgani bilan variator bo'ladi. O'shaning hisobiga yoqilg'i sarfi juda kam. Sezilarli darajada boshqa mashinalarga qaraganda. Ana endi mashinamizni ichki qismini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ichki qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi bo'lib bizga mashinamizni sidenasi o'z-o'ziga jalb qiladi. Chunki xo'p, juda baquvvat eko-ko'jadan bilan jihozlangan mashinamizning sidenalari ko'rishingiz mumkin. Elektron ko'tarib tushirish, xo'p, nasoslar bilan jihozlangan. Xo'p, bu yerda obshivkalarga qarashimiz mumkin. Obshivkalari ham eko-koja. Bu mashinamizning obshivkalarini tirnalib qolishini juda ham yaxshiroq oldini olishi mumkin. Buni shoferlarimiz juda ham yaxshi biladi. 2026-yil restyling bo'lgan Tiggo 7 mashinamizning ichki qismiga, ya'ni interior qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, mashinamiz полностью full, ichki salon holati, ya'ni korishli salon bo'lgan. Xo'p, bu yerda karbonoviy, misol uchun, ko'rinishdagi plastiklarimizdan ishlatilgan. Mashinamizda eng kerakli bo'lgan ichki qismiga vid beradigan narsa bu kolonka bo'ladi. Kolonkalari original Sony kolonkalari bilan jihozlangan. Har bitta eshigimizda bitta kolonkadan tashqari bitta pishalka bilan qo'yib ketilgan. Bu mashinamizning musiqasini yana kачестволiroq qilib chiqarishga yordam beradi. Oldida mini samferchasi bo'ladi mashinamizda. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingizdek, video registrator, adaptivniy cruise control, hamma boshqaruv tizimi bor. Endi mashinamizda oldi, orqa lavoylari qizitadi. Uni aytib o'tib ketdim. Endi bizda kerak bo'ladigan narsalardan bittasi, bu yerda bar qismiga e'tibor qilishingiz mumkin. Bu yerda juda ham xo'p, bizga kerakli bo'lgan narsalar, ya'ni беспроводная зарядка, подстаканчик va xrustalli joystiklar. Xo'p, mashinamiz rejimlari bu yerda almashtirishimiz mumkin. Xo'p, shrupovoy nimasi. Endi 360 gradus kamera, GPS navigator, hamma sistemalar bor. Bu yerda multimedia boshqaruvi va cruise control boshqaruvlari bor. Mashinamizda albatta sidina pamять sistemasi ham bor. Bu narsa juda ham qo'l keladigan va o'zimizga kundalik hayotimizga yordam beradigan narsalardan bittasi. Xo'p, avto datchik sistemalari bor, ya'ni bu dvornik va kechki yorituvchi faralarimiz uchun juda ham qulay bo'lgan narsalardan bittasi. Va mashinamizda
Xo'p, rulda podograf va 4 ta sidenalarda podograf sistemasi bor va oldi sidenalarda abduf sistemasi ham qo'shilgan, ya'ni sovutib beradi. Xo'p, bu yerda barimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, barimizda xo'p, xolodilnik deb ayta olmayman, lekin konditsioner qo'shgan paytda juda ham akkuratniy narsa qo'ysangiz saqlab beradigan sistemalar bor. Bizga eng muhim bo'lgan joylardan bittasi bu narx hisoblanadi. Tiggo 7 Pro avtomobillarimiz yangilangan versiyasi 300 milliondan boshlanib 365 milliongacha. Xo'p, bu mashinalarimizga 4 yillik рассрочка muddatini ochib qo'ydik. Agarda sizni to'lov turlari, agar boshlang'ich to'lovlar qiziqtiradigan bo'lsa, bizni rasmiy Termiz sheri avtosalonimizga tashrif buyurishingiz mumkin yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.